Bolaga o'yinchoqdan ham qimmatli narsa bormi? Bugungi kunda bolalar erta yoshdan texnologiya va reklama dunyosida ulg'aymoqda. Statistika shuni ko'rsatadiki, Amerika bolalari yiliga o'rtacha 70 ta o'yinchoqqa ega bo'ladi, lekin ulardan atiga 15% dan muntazam foydalanadi. Psixologlar bu holatni materiyaga tobelik sindromi deb ataydi. Ya'ni bola moddiy narsa orqali quvonch topishni o'rganadi, ammo hissiy ehtiyojlarini qondirilmay qoladi. Bir qizaloq bor edi. Har safar yig'lasa onasi unga yangi o'yinchoq olib beradi. Vaqt o'tib bola quvonsa ham, xafalikda ham birinchi fikri, ya'ni nimadir olish kerak bo'lib qoladi. Ammo bir kun otasi ish faoliyati bilan uzoq safarga ketgach, u shunday deydi: "Men endi yangi o'yinchoq emas, dadamni ko'rmoqchiman." Bu so'z bolalar ehtiyojining eng haqiqiy aksidir. Ilmiy jihatdan ham bu isbotlangan. Harvard University Child Development Center olimlarining tadqiqotda aniqlashicha, bolaning baxt hissi 70% holatda ota-onaning e'tibori va jismoniy yaqinligiga bog'liq. O'yinchoqlar esa bu bo'shliqni to'ldira olmaydi. Shuningdek, Cambridge universitetining bolalik psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ota-onasi bilan kuniga kamida 20 daqiqa sifatli muloqot qiladigan bolalarda o'ziga ishonch darajasi 2 barobar yuqori bo'ladi. Xo'sh, demak savol tug'iladi. Farzandimizga o'yinchoq sovg'a qilishdan oldin unga o'zimiz vaqt ajratyapmizmi? Mehrimizni beryapmizmi? Quloq solyapmizmi? Bu savolga mutaxassis bilan birga javob topamiz. Bolaga o'yinchoqdan ham qimmatli narsa bormi? Albatta bu savolga javob berish ayrim ota-onalarimizga juda ham qiyin bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Biz bugun mana shu har birimizni o'ylantirish kerak bo'lgan savolga sizlar bilan javob topamiz. O'yinchoqlardan ham qimmatli narsa bormi bola uchun? Albatta. Ota-onaning istagi bu bolasini kelajagi uchun harakat qiladi. Bola uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, uni atrofida har bir o'sha bolani xohlagan narsasini muhayyo qilishga harakat qiladi. Mana misol tariqasida bir hayotiy voqeani aytib beraman. Bir kuni o'sha 5 yashar qizaloqcha dadasi bilan suhbatlashibdi. Dadajon debdi, ishlaringiz har kuni mana shunchalik ko'pmi desa, dadasi aytdiki, "Ha, qizim debdi, meni ishlarim ko'p, chunki men debdi mana shu ishlab sizlarga zarur shart-sharoitni yaratishim kerak. Masalan, sen xohlagan o'yinchog'ingni olib berishim kerak, akang xohlagan mashinasini olib berishim kerak yoki akangni o'qitishim kerak va hokazo" deb javob qaytaribdi. Shunda qizcha sekingina, xomushgina "Men siz bilan ko'proq suhbatlashib o'tirishni xohlar edim" degan javobni beribdi. Bu oddiy, ammo mana shu yuragimizga sanchiladigan og'riqli vaziyat. Bolalar uchun eng qimmatli narsa bu o'yinchoqdan ham ko'ra ko'proq ota-onasining yonida bo'lish, ota-onasi bilan ko'proq suhbatlashish, ota-onasi bilan o'ynash, ota-onasiga xohishlarini, istaklarini yetkazib berishda. Shunday ekan, mana shu ota-onalarimiz ko'proq mana shu bolajonlarimizga vaqtni ajratish kerak. Har kuni ota-ona ishdan kelgandan keyin u xoh ishda bo'lsin, xoh uyda bo'lsin, har kuni 20 minut alohida bolasini rivojlantirish uchun vaqtini ajratish kerak. Bolalarimiz uchun birinchi navbatda shart-sharoitni yaratishdan ham ko'ra muhim ular bilan ko'proq muloqotda bo'lishimiz, ularni oldida vaqtimizni o'tkazdirishimiz. Ishdan tashqari vaqtda 20 daqiqa ularga vaqt ajrating. Uxlashidan oldin 5 minut davomida unga ertaklar o'qib bering, hikoyalar o'qib bering, u bilan suhbatlashing. Farzandimizni oldidagi o'yinchoqlar bilan birgalikda o'ynang. Chunki agar birgalikda o'ynasak, bolada o'yinchoqqa nisbatan yanada qiziqish uyg'onadi. Uning tafakkuri rivojlanadi. Sizga nisbatan bo'lgan hurmati ham ortib boradi. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, mana shu kitob o'qib bersak, ular bilan birgalikda o'yinchoqlar o'ynaydigan bo'lsak, albatta bizni bolajonlarimiz kelajakda mehr-oqibatli, ota-onaga nisbatan hurmat, e'tiborda bo'ladigan bolajonlarimizdan o'yinchoqni ham ayamaylik. Shu bilan birgalikda birinchi navbatda biz mehrimizni ayamaylik.